Assalomu alaykum hammaga. Biz endi kurslar bo'limini boshlaymiz. Kurslar bo'limiga o'tganimizda biz avval kurs qo'shishni ko'ramiz. Kurs qo'shish uchun oddiygina kursning nomini yozsak bo'ldi. Masalan, IELTS. Masalan, nima desak bo'ladi? Upper, ya'ni yuqori darajadagi IELTS. Yana pre-IELTS bor, IELTS upper, ya'ni yuqori IELTS. Bu qo'shganimizdan keyin biz udalить qilishimiz mumkin. Delete knopkasi bor bizda, delete belgisi. Shu ishonchingiz komilmi deydi. Tahrirlashimiz mumkin. Nomini masalan nomini tahrirlaymiz xolos. Shularning imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Bu joyga qaraydigan bo'lsak, guruhlar, masalan pre-IELTS guruhiga, pre-IELTS kursida ikkita gruppa bor, 3 ta o'qituvchi bor. Bizga o'ziga xos statistika shakllanib boradi. Bu joylarni to'ldirishimiz bilan, ya'ni pre-IELTS kursimizda, o'quv markazimizda nechta guruh bor? Ikkita guruh bor. Nechta o'qituvchi dars o'tadi? Shuncha o'qituvchi dars o'tadi. Shuni biz statistikasini bilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim guruhlar. Ikkita guruh yaratilgan. Biz guruhlar qo'shishni boshlaymiz. Guruh qo'shish uchun guruhni name, ya'ni ismni yozamiz. Birinchi ism kiritamiz. Masalan, IELTS upper xohlagandek. IELTS upper darajasi upper, yuqori darajada. Narxi qancha kursi? Masalan, 300 ming so'm, 150 ming so'm xohlagan narxni belgilashimiz mumkin. 300 ming so'm belgilandi. O'qituvchi, ya'ni biz yangi yaratgan oxirgi o'qituvchimizga biriktiraylik. Aziza degan o'qituvchimiz bor. Ya'ni biz buni keyinchalik bilan Aziza deb yozganmiz. Buni ism familiyasini to'liq yozsak, ajratib olishga osonroq bo'ladi. Kurslar, demak bu IELTS upper kursiga biriktiriladi. Qaysi xonada dars o'tamiz? Yangi biriktirilgan, ya'ni 4-xonada dars o'tsak. Qaysi kunlar bo'ladi? Dushanba, chorshanba, juma yoki seshanba, payshanba, shanba deb belgilashimiz mumkin bo'ladi. Dushanba, chorshanba, juma belgilaydi. O'qituvchining foizi, ya'ni o'qituvchi qancha foiz oladi bu guruhdan? 40%, 50%, 60% olishi mumkin. Kelinglar 50 belgilaymiz, ya'ni 50 belgilaymiz, bu 50% degan ma'noni bildiradi. Boshlanish, tugash, ya'ni kurs nechida boshlanadi, nechida tugaydi. Xo'p, hozir bizning soatimiz 8 bo'lgan bo'lsa, 8. Hop. Necha qilaylik? Hop. 12 dan 12:00 dan 12:00 dan ma'qul yozsak ham bo'ladi. 14:00 gacha. Ya'ni 2 soat davom etadi. Vaqtni belgiladik, xonalarni belgiladik, ism, darajani belgiladik, qaysi kurs, qaysi o'qituvchini hammasini belgiladik. Va biz saqlash tugmasini bosamiz. Saqlash tugmasini bosganimizda bizda yangi guruh IELTS upper guruhi paydo bo'ldi. Guruh ochildi. Guruhning ichiga bossak, guruhning ichida hech qanday o'quvchi yo'q. Endi biz bu guruhga o'quvchi biriktiramiz. Bu joyda plus knopkasi bor. Plus knopkasini bosamiz va bu joyga bosganimizda bizdagi bazamizda bor o'quvchilar ro'yxati chiqib keladi. Masalan, Aliyev Valini qo'shamiz. Yana kim bor? Anvar va uchinchisi Bekzodni shu guruhga qo'shamiz. Bu joyda endi xususiyatlarga keladigan bo'lsa, shu o'quvchini shu guruhdan chiqarish mumkin va shu joyning o'zida o'qituvchi xohlagancha guruh shu o'quvchiga SMS jo'natishi mumkin. Alohida har bir o'quvchi uchun bu SMS knopkasi esa butun guruh uchun, barcha talabalarga SMS yuboriladi. Masalan, o'qituvchi darsini
bir kunga suradigan bo'lsa, vaqtini o'zgartiradigan bo'lsa, barcha o'quvchilarni ogohlantirish uchun shu joydagi SMS xizmatidan foydalanishi mumkin. Bu joyda esa bizga skachat belgisi turibdi, davomat. Buni bosganimizda shu guruhdagi o'quvchilarni bizga Excel holatda yuklab beradi. Ya'ni hokana IELTS Upper, ya'ni Alif, Vali, Anvar va Bekzod 3 ta o'quvchimizni to'liq ma'lumotni Excel holatda yuklab olish mumkin bo'ladi. Keyingi joyimiz bu bitta knopka qoldi bizda. Davomat belgisi. Davomat belgisiga bosadigan bo'lsak, hech qanday davomat chiqmayapti. Bizda faqat ismlar, raqamlari, qoldirilgan darslar soni chiqyapti 000. Chunki chiqmayotganligining sababi biz bu guruh uchun grafik yaratmadik hali. Ya'ni guruhlar bo'limiga qaytamiz. Kelinglar bu bo'limlarni ko'rib chiqaylik. Tahrirlash, ya'ni guruhni biz yozgan narsamiz xato bo'lishi mumkin, nomini xato kiritib qo'ygan bo'lishi mumkin, pul miqdorini xato kiritib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Shuni biz tahrirlash huquqiga ega bo'lamiz. Vaqtlarini, foizini o'chirishimiz mumkin. O'chirish knopkasini bosib. O'chirishda shu narsaga e'tibor berish kerakki, agar guruhning ichida o'quvchi bo'lsa, masalan, bu gruppada ko'rib turibmiz ma'lumotni, 3 ta o'quvchi bor, o'quvchilar soni. Buni biz o'chira olmaymiz. Chunki bu guruhning ichida o'quvchi bor. Avval o'quvchilarni tozalaymiz, keyin buni o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Bu aktiv, passiv knopka. Ya'ni bu knopka biz qaysi xonaga biriktirdik? 4-xonaga. Xonalar bo'limiga o'tsak, 4-xonaga kirsak, mana Upper IELTS guruhimiz dushanba, chorshanba, juma dars jadval shakllandi. Endi bu joyga biz bitta bosib qo'ysak minus bo'ladi. Ya'ni guruh passiv. Guruh ishlamayapti deymizda, guruh yopilgan hisoblanadi. Xonalar bo'limiga o'tganimizda 4-xonada hech qanday gruppa bo'lmaydi. Men dastlabki holatga qaytaraman, aktiv holatda turadi. Bu knopkamiz gamburger belgisi. Buni bosganimizda biz har bir oy uchun grafik belgilashimiz kerak. Hozir biz aprel oyida turibmiz. Aprel, may, iyun. Ya'ni men shu upper gruppaga masalan 3 oy dars o'taman deyishi mumkin o'qituvchi. Demak, 3 oy dars o'tadigan bo'lsa, shu 3 oyni belgilaymiz va ta'lim uchun oshxona va yotoqxona bo'lsa, bularni ham belgilaymiz. Saqlash. Bu saqlandi. Saqlangandan keyin 3 oy uchun to'lov grafigi shakllandi. Grafiklar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, guruhni tanlaymiz. Masalan, IELTS Upper guruhini bosib, so'z knopkasini bosadigan bo'lsak, shu guruh uchun to'lovlar shakllangan. Aprel oyi uchun shuncha to'lanmagan, 240 ming, 270 ming, har xil summa turibdi. Buning sababi biz har bir o'quvchi uchun oldingi videolarimizda har xil foiz chegirmalar belgilab qo'yganmiz. Agar shuni 0 belgilaydigan bo'lsak, to'lov summasi to'liq shakllanadi. Guruhlar bo'limiga o'tamiz va endi biz IELTS Upper guruhiga kiramiz. Davomat knopkasini bossak, bizda davomat shakllandi. Biz dushanba, chorshanba, juma kunlarini belgilaganimiz uchun shu oyning, hozir biz aprel oyida turibmiz, dushanba, chorshanba, juma kunlari shu joyda shakllanib kelib chiqadi. Kelinglar, shu guruh uchun bugun yakshanba kuniga ham dars qo'ysakda, buni sababi bizda hozir davomat ko'rinmayapti, faqat oldingi kunlar ko'rinyapti. Muvaffaqiyatli yangilandi. Gruppaga kiramiz. Davomat knopkasini bossak, mana yo'q sababli. Bu bir qisqartma B bor degani, ya'ni oldingi darslarda o'quvchilar bo'lgan 4 ta darsda. Yo'q tugmasini bossak, u o'quvchi shu darslarda qatnashmagan. Siz qo'ysak, bu sababli. Yo'q yoki sababli. Demak, Aliyev Vali yo'q darsda, Anvar telefon qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, shuning uchun sababli. Bu joyda ham SMS knopkasi bor. Agar biz SMS ga bosib qo'ysak, saqlash knopkasini bosganimizda o'quvchining o'ziga va ota-onasiga SMS boradi. Ya'ni shu o'quvchi mana shu fanni, mana shu kursni, shu darsni shu kuni
dars qoldirdi degan SMS boradi. Ya'ni ota-onalar bilan ham aloqada bo'lib turish uchun bu narsa yordam beradi. Saqlash tugmasini bosdim. Endi bu joyda ko'radigan bo'lsak, masalan, Ali, Vali va Anvar uchun qoldirilgan dars bir bo'lib qoldi. Ya'ni bir kun dars qoldirdi. Ali, Valiga bosadigan bo'lsak, mana absent dars qoldirgan. Ya'ni bu shu sanada dars qoldirdi. Hozircha shular, savollar, tushunmay qolgan joylar bo'lsa, kommentariyada yozishlaring mumkin.